resurs qismiga o'tamiz. Ya'ni bizda xonalar bo'lishi mumkin. VIP kabinetlar, alohida xonalar, sauna xonalari, yana har xil xonalar bo'lishi mumkin, massaj xonalari bo'lishi mumkin. Ularni qo'shish uchun esa mana добавить resurs qilamiz. Xonani nomlaymiz, ya'ni massaj xonasi 3 ta bo'lsa, massaj birinchi xona masalan qo'yasizlar. Massaj paloncha opaniki deylik, massaj Veneraniki deylik masalan. Venera opani xonasi. Narxi 400 ming so'm masalan. Qancha vaqt ketadi? 40 minut ketadi. Har xil ranglar qilib chiqishimiz mumkin ajralib turishi uchun. Pozitsiyasi ketma-ketligi, ya'ni birinchi qaysi chiqib turishi kerak, oxirgi qaysi qo'yib turishi kerak masalan tanlashimiz mumkin. Ish vaqtlarini tanlashimiz mumkin. Masalan deylik soat 10 dan boshlanadi, tugash vaqti esa 15:00 gacha masalan. Saqlanib qo'yilgan. Massaj birinchi xona, Venera opani xonasi mana narxi chiqdi. Bu qanday ko'rinadi desangiz, mana dashbord kiramiz, linkni copy qilamiz. Уже tayyor ekan, mana obnovить beramiz. Tak. Mana Profimetga kirsak, mana уже qo'shgan testli doktorimiz va xizmatlari mana. Mana haftaga 2 kun, seshanba va dushanba va seshanba kunlari mana vaqtlar turibdi. Ortga qaytamiz. Mana resurslarni ko'rishimiz mumkin mana. VIP kabinetimiz va massaj birinchi xona, Venera opani xonasi mana. Zabronировать qilsak, vaqtni tanlab bron qilamiz mana. Telefon raqamini kiritamiz, narx turibdi. Zabronировать bo'lsamiz mana ketdi. Xo'p. Foydalanuvchilar qismiga o'tamiz. Foydalanuvchilar bizlar xohlagancha odam qo'shishimiz mumkin. Bunda hozircha bizga chegara yo'q. Glavniy admin bo'ladi, menejer bo'ladi. Ya'ni glavniy adminga hamma narsa ko'rinadi. Hammasi ko'rinadi, nastroykalargacha ko'rinadi. Menejerga esa mana shu chatgacha bo'lgan qism ko'rinadi. Mana shu hudud ko'rinadi. Yana bitta lavozim bor. Admin bor. Mana administrator degan lavozimimiz bor. Bu lavozimga xo'p. Mana bu движение tovargacha kiradi. Endi bular qanday qo'shiladi? Mana poyezd qo'shadigan bo'lsak, ismi, familiyasi, vazifasi va paroli. Bu yerda masalan biz pochtasi bo'lsa, pochtasini kiritamiz. Agar uni pochtasi bo'lmasa, testli pochta ochib qo'yishimiz mumkin. Imkon qadar real pochta kiritib ishlatishga harakat qilinglar. Xuddi shu tarzda bo'lishi kerak. Masalan, Akmal kuchukcha gmail.com deb kiritsangizlar, уже рабочий bo'ladi. Va shu loginga shu qism kiritiladi va ishlab ketadi.